ikki taraflama O'zbekistonda yagona bo'lgan yangiliklar narxlari 1.800.000 so'mdan joyida boshlanadi. Niskaya cena, хорошее качество dedi-yu. Mana sizlarga. Tomonlama chiqadigan qildik. Kela mana hozir 10 kilo bug'doyni necha minutda chiqaradi, buni ham ko'rsatamiz. Bitta tomoniga qo'ydi setkasini qo'yadi, bitta tomoniga molnikini qo'yadi. Aha. Ikkita ishini bittada bajarsa bo'ladigan holat. Biletga bo'ylab. Aka bu necha qo'ygan. Bu 1 santimetrli bo'ladi. Tagiga buni ham yangilik qildik mana. Tagiga to'plam bitta fudab chiqarib yuboradi bu. Bitta butun presimizni shunday chiqarib yuboramiz akalar. Bag'da qo'yga, bag'da molga. Voy, mana bu qaraydi. Akalar Sarbon rabilkalarini arzon joyga kelganmiz. Eslaringda bo'lsa, bular bir marta shlaka blok ham tashlab internet portlatishgan. Xudo xolasa yangiliklar bor ekan, mana bu yerda ikki taraflama O'zbekistonda yagona bo'lgan yangiliklarni ham qilib qo'yishibdi. O'sha mini filialiga kelganmiz hozir. Ishlash jarayonlari-yu hammasini to'liq yoritib beramiz. Narxlari 1.800.000 so'mdan joyida boshlanadi. Assalomu alaykum. Olmurod aka, sog'ligingiz yaxshimi aka? Rahmat, zo'r. Keldingizmi? Keldik aka, charchamayapsiz. Jicha balandroq gapiraverasiz, shovqin ekan matlar. Ha, endi ustalar ishlayapti mana, xudo xolasa. Aka, nima yangiliklar qilib tashladingiz? Yangilikni mana ixtiro qildik, balki sizdan oldin ham qilganlar bo'lishi mumkin. Men lekin ko'rmadim. Ko'rganimiz yo'q, biz o'zimiz boshladik buni. Ikki tomonlama chiqadigan qildik. Ikki tomonlama. Masalan, mol qo'yib bor odamlarga bitta tomoniga qo'ydi setkasini qo'yadi, bitta tomoniga molnikini qo'yadi. Aha. Ikkita ishini bittada bajarsa. Va в одном-da. Qarang mana bu makkani bitta chiqarib ko'raylik-da. Buni qaranglar, akalar. Voy maşallah, akalar buni ko'ringlar, ey. Ikkita ishlarim bittada bitib ketadi. Ba'da yirikroq, ba'da maydaroq. Bo'ldi aka, o'tiravering. Bir taraf kepay, bir tomoni yorma. Aka buni kim ixtiro qildi buni? Yaqindan olib keling. Mana bu yorma holati. Yorma holat. Mana setkasini ham ko'rsating buni. Endi mana buni ko'ring. Mana. Buni setkasini ko'rsating mana. Ikkita setga qo'yaveradi. Almashilishi qanaqa aka, almashishlar? Bitta shu kruchoyni yechadi. Bitta kruchoy bilan Ochadi. Bu qilib ham qolmaydi mana. Ichida umuman ko'ryapsizmi? Umuman ishtima qolmagan. voy maşallah. Jana bu ixtironi qaranglar. Bu o'zingiz ixtiroyingizmi endi aka? Joningiz sog' bo'lsin. Buni qaranglar. Bir tarafida kepay holatda, bir tarafida yorma holatda mana ikkita ishlarim bitaveradi bitta. Bu hali kepay sotadiganlarga ham foyda ekan-da. Asosiy ish mana shunda bo'ladi. Mana. Malatka bo'ylab. Aka bu necha qo'yganmiz. Bu 1 santimetrli bo'ladi. Tagiga buni ham yangilik qildik mana. Tagiga to'plam bitta fudab chiqarib yuboradi bu. Ha, mashina o'zida. Ha, mashina o'zida chiqarib yuboradi. Ko'ryapsiz mana. Bunisi ham qalindan bo'ladi. Bular ham mana 4 tadan 8 ta, pastdan 8 ta, ular 22 ta общий bilan. Akalar qaranglar, original ko'rinishda ishlangan. Качество вообще a'lo. O'tgan safar bizlarning shlaka blok tashlab yuborganmiz, ko'rgan bo'lsalaring, bu tishlarga hech narsa bo'lmagan. Bu tishlari Germaniyadan keladigan-siz aka? O'sha germanskiy yozuv endi Xitoy bo'lishi kerak. Ha, germanskiy yozuv. Bu qozoni asosiy mana bu qozoni qalinligini ko'ring. Eng kami 6 bo'ladi. Bo'lmasam 8 bo'ladi. 6 yo 8. Asosiy joyi shu bo'ladi. Baquvvat ushlab turadigan joyi bo'ladi. Acha bular turbadan qilinganmi? Zavodskiy turbadan qilinadi. Zavodskiy turba ulanmagan. Qilinadi, lekin biz listdan qilmaymiz. Zavodskiy holat mana ko'ryapsizmi? Mana ko'rsating. Mana. Bittanta joyda ulag'i yo'q. Mana akalar. Ko'rganmisizlar bunaqalar? Mana original ish qanaqa bo'ladi? Качество вообще a'lo. O'tgan safar kelganimizda bunaqa dumalaqlari yo'q edi aka. Ha, uchkali variantlar bor edi, unda biz reklama qilmadik. Aha. Mana endi buni qator ko'rsatib, ishlatib ko'ramiz, xudo xolasa. Buni ichida hech narsasi bo'lmaydimi bu? Yo'q, bu primoy tushib ketadi. Shunday tashlab yuboraver. Ish вообще tez bitsa kerak-a bunda. O'tgan safar necha sekundda chiqarib yubordi aka bitta pressni? 47 sekundda. Bitta press chiqaraylik mana, ochilmagani bor. Bo'laveradi aka, ashunday qilaylik. Olib olamiz,
Bo'ldi, to'xtatib turaman aka. Bitta butun pressimizni shunday chiqarib yuboramiz akalar. Bag'da qo'yga, bag'da molga. Voy, mana buni qarang. Canım acı. Oy, bunu qaranglar akalar. Bunisi molga mana, bunisi qo'yga. Bitta pressda o'tgan safar 47 sekundda bular chiqarib yuborgan edi. Lekin bunisi akalar undan ham tezi. Bitta odam yaxshi harakat qilsa 14 sekundda chiqarib yuborsa bo'lar ekan. O'zi ko'rdilaring, udardi. Tushganli varianti bu og'zi katta bo'ladi. Bir xilda tushib ketadi-da bunda. Ha. Nari to'rtburchaklikni ko'rsatingda keling. Bunda metal tor bo'ladi. Shuni hisobiga metal katta lekin tepasi. Ha. Bunda barakaliroq oladi-da. Yoppa tushib ketadi. Acha, Tomoni qulay. mashina narxini aytib qo'yalamizmi? Xo'p, buni narxi 1.8 mingdan boshlanadi. Joyida, shetda. Joyida. Dastavkasi 300 ming qo'shiladi. Dastavcha. 3 kilovatli bor, 4 kilovatlisi bor, 6,5 kilovatlisi bor, alyumin. Mislisi ham bor, 6,5 kilovatlisi. Ha, variantlar bor. Variantlar bor. Bunisini necha pul deydi aka buni? O'tgan safar. Endi hali dastavkasi ichida aytaveramizda. Ha, aytavering dastavkasi ichi. 3 kilovatlisini 2 million 100 ming qilib beramiz. Ha, bulardi. Ha. 2 million 100 ming. 4 kilovatlisini 2 million 300 ming qilib beraylik. Dastavkasi ichida. Dastavkasi. Dastavkasi ham vodiy bo'ylab, a? Yo, farqi yo'qmi? O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. 6,5 kilovat, 3,5 ming оборот yozuv bo'ladi. Xo'p, unisini 2 million 600 ming qilib beramiz. 2 million 600 ming. Mislisi bor 2 million 800 ming qilib beramiz. Xudo xolasa. Uylarga borib ishlatib tekshirib beramiz. Garantiyalari bor. 1 oyga motorga garantiya beramiz. Mana variantini. Garantiyalar ham bor-da. Endi buni Bu yangiligimizni narxi qanaqa bo'ladi bu? Buni 300 ming atrofida qo'shilib qoladi. Imkon boricha buni yana ham arzonroq qilib hisob kitobini qilamiz. Kimgadir zarur bo'ladigan bo'lsa, buni zakazga qilamiz faqat. Xudo xolasa. Hozircha yangiligimiz shu. Mana, keling ikkitasi birda variantimiz. Motorlarimiz o'sha o'zini o'zi himoya qiladigan datchilari bor. Hali past tok, baland tok o'zini himoya qiladi. Ha, mana, olib keling. Mana shu datchisi bor. O'zini himoya qiladigan tok o'ynab yoki nagruzga kelib nimadir bo'ladigan bo'lsa o'zi avtomatik o'chadi. O'chadi. Xudo xolasa garantiyalari bor. Yangi Xitoy motorlar qo'yamiz. Mana akalar ham garantiya beryapti, ham narxini ko'ringlar. Hali niskaya cena, хорошее качество dedi-yu. Mana sizlarga. Вообще мощный. Pushkali variantlari akalar. Bunaqalari xolasalarning ikkitasi birda variantlari mana. Bag'dan yorma, bag'dan mayin qilib chiqarib beradi kepay holatda. Bunisi yangiligimiz. Alobi, xohlasa bu tomoniga ham mayinni qo'yadi. Ikkalata. Ikki tomondan ham kepay qilib chiqaradi. Yana ham tezroq bitadi ish. Bo'lmasam hozir makka chiqarib, bitta bug'doy ham chiqarib ko'rsatamiz. Shuni ham qilaylik aka. Ha. Xo'p. Akalar mana hozir 10 kilo bug'doyni necha minutda chiqaradi, buni ham ko'rsatamiz. Alobi, bizga shunaqa takliflar tushyapti. Biz bug'doyni setkasini ikkilik qo'yayotdik. Shuni aytishyaptiki, iloji bo'lsa yorma qilinsin. Setkasi yorma qilsa bizga o'sha yaxshi. Qo'yga bergani yaxshi bo'ladi yoki molga atalaq bergani ham baribir mayin setkada ham atalaq beryapmiz deyapti. O'shuning uchun 2,5 lik olib keldik. Biz buni yangilik qildik. Bitta mana 10 kilo bug'doy, telefoningizni sekundiga qaraysiz, minutiga qaraysiz, qancha minutda chiqaradi. Bitta tekshiramiz. Mana hozir endi yoqyapti.
Tugadi aka? Tugadi. Bu alodi 4 kilovatli motorimiz. Aha. 4 kilovat. Olib kelib bitta ko'rsatib. Hop, buni olamiz. Qo'shib olamiz mana. To'rt kilovatli Mana bu. bu ichida ham chiqilmaydi buni, hattoki mana ko'rsating ichida. Hozir tashaganlarim qoldi xolos. Mana. Haligi aytgan narsangiz hudab chiqarib yuboradi. Endi qarang mana. Olib keling, video tuzish yo'q. Mana. Kilovatini o'zingiz ko'rsating mana. 4 kilovat. 4 kilovat 3000 оборотli. Mana. Bu kichkina motorimiz. Bu 2.3 million so'mlik. Bu 2.3 million so'mlik. Endi 2 million katta 300 ming motor, so'm. katta motor bo'lsa endi o'z hisobingiz olib qo'yaverasiz. 6.5 kilovatlisi bor, mislisi bor, bu alyuminlisi. Alyuminli. Biz hali katta motorda reklama qilib, kichkina narxini aytish yo'q bizda. Unaqa narsa yo'q. Faqat shu bizda bor aytiladi mana. Bizni ochiq o'yin-ni. Ha, bug'doyni ko'rsating mana. Mana. Mana, kerak ko'ringlar bug'doyni. Bu tomonda. Ana holat taqdim. Mana. Yorma holati. Ichida uni ham bor, shakar aralashi ham bor. Mana, o'zlaring ko'rishlari mumkin mana. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib chiqarib berdik. Sarbon drabilkalari har doim mana zo'r bo'lgan, chunki bularda materialiga ham ayashmaydi. Hamma yo'qda zo'rini qo'yadi. Ustalarning ham tan joni sog' bo'lsin. Ustalar joni sog' bo'lsin. Ba'li endi tayyor bo'layotgan ekan aka. Mana tayyor bo'lish jarayonlari akalar, bu yerda ishlashyapti ustalar. Xudo xolasa manzilimiz Marg'ilon shahar kombinatda. Pastda telefon raqamlari bor. Tushunmaganlar bemalol aloqaga chiqib kelib ko'rib olsalaring ham bo'ladi. Bo'lmasam telefon qilsalaring dastavkalarini chiqarib berishadi O'zbekiston bo'ylab. Joningiz sog' bo'lsin aka. Obunachilarga ozgina xayr qilib berasiz yana aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.